servisimizda Depal G318 mashinasini olib qo'yganmiz. Bu mashinamizga full Broni plyonka xizmatlarini qilib berib turibmiz. Broni plyonkani foydalarini hozir sizlarga tushuntirib beraman. Va foydasi toshdan, haligi yo'l chekkasida chiqib turgan daraxtlardan, o'shalardan qirchilishidan saqlaydi. Bu mashinamiz охотный mashina bo'ladi. Bu mashinalarga обязательно Broni plyonkka zarur va foydali. Endi buni foydasini hozir sizlarga ko'rsataman. Mana qo'lda turgan g'ish. Qirchamiz. Oldin kapotiga Broni plyonkani urilgan. Mana polni tekizib ko'rib turganingizdek g'ish bilan mashinani oldi kapotini qirchib tashladim. Endi buni olinib qanaqa bo'lishini ko'rsataman sizlarga. Olingandan keyin bu qirchiq kapotga o'tmagan bo'ladi. Broni plyonkka shulardan saqlaydi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilasizlar. Videoni davomida buni olingandan keyin qanaqa ahvolga kelganini ko'rsatib beraman. Albatta buni boshidan yangidan urib beramiz endi. Mana hozir Broni plyonkani olish jarayonini kesib o'tdim. O'sha tosh bilan qirilgan kapot juda mahkam bo'ladi. Mana mashinamizni Bronni ham olib turibmiz. Juda qattiq yopishadi. O'zlaringiz ham bilasizlar. Bitta o'zim bo'lganiga ozgina qiynalyapman. Tosh bilan qirchilgan joylar hali turibdi. Mana bu tarafiga o'tmagan. Ana bular suvni o'zini dog'i. Yomg'irda qolib ketgan. Shunga buni ustidan Bron yopishtirgan payti bular umuman ko'rinmaydi 100% javob. Mana bu yerda ham bor. Yomg'irda qolib ketgan dog'lar. Ko'chada qolib ketganda bu mashina. Hech nima emas bular. Bron yopadi bularni. 100% javob. Hozir buni olib tashlab o'rtasini ham ko'rsataman qanaqa ahvolda bo'lganini. Do'stlar, oxiri finish. Mana o'sha Bron. Mana mashinadagi. Hech qayerda qirchilmadi. Mana bu mashinaning o'zini dog'i. Aytganimdek, yomg'irda qolib ketganmi bilmayman. Broni tagida polni yashirinadi. Bu taraflari qo'limning izi. To'g'risi hozir charchadim. Terlab ham ketdim. Mana shu mehnatlarimizga bittadan like bosib tursanglar, xudo xolasa bundan ham zo'r videolarni chiqaramiz. Bundan keyingi videomiz mana shu mashinani polni obzorini qilamiz. Охотный mashina G318 Depal. Funksiyasi juda ko'p. Erinmasdan bitta hamma funksiyasini aytib obzor qilamiz. Mashinamiz polni bitgandan keyin mana shu yerda turib zo'r qilib obzorni chiqaramiz. Endi bunga boshidan bitta yaxshi qilib Broni plyonka qilib beramiz. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol to'limga kelaverasizlar. Mashinamizni bu taraflari ham polni Bron bo'lgan. Eshiklari ham bitgan. Mana
eshigi bu tarafga qayirib bronlar qilingan. Videolarimizni kuzatib boringlar. Bundan ham zo'r videolar qilamiz. Xudo xolasa.